İbrahim alayhissalomning o'tqa tashlanishi. Butparastlar bu ahvolni Namrudga aytdi. Namrud İbrahim alayhissalomni yiniga chaqirtdi. Namrudning huzuriga kirganlarning hammasi avval uningga sajda qildi. İbrahim alayhissalom bo'lsa sajda qilmadi. Namrud hayron qolgan holda sababini so'rganida, "Seni va meni yaratgandan boshqasiga sajda qilmayman", dedi. Namrud, "Sening Rabbing kim?" deganida İbrahim alayhissalom, "Mening Rabbim tirildirgan va o'ltirgan Allohdir", dedi. Namrud, "Menmo tirildirib o'ltira alayman", deb zindondan 2 kishini chaqirtib birini o'ltirdi. Birini qo'yib berib, "Qara, menmo bu ishni qila oladim", dedi. Lekin aqlsiz Namrud tirildirishning ruh berish, o'ltirishning bo'lsa ruh elish ekanligini bilmagan edi. İbrahim alayhissalom, "Mening Rabbim quyoshni sharqdan chiqaradi. Kuching yetsa, sen uni g'arbdan chiqarib boq." Bu hadisa Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan. Allah ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, "Mening Parvardigorim o'likni tirildirdi, tirikni o'ltirdi", dedi. O, "Menmi o'likni tirildirman, tirikni o'ltiraman", dedi. Namrud o'limga hukm qilgan 2 odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, "Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qilgan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin", dedi. Bundaq pakt oldida kofir og'iz ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Bu oyatda Namrudning tuzkorligi, ozg'unligi va Alloh taologa qarshi jang e'lon qilganligi bildirildi. İmam Bazzavi yer yuzida tunji ilohlik da'vosi qilgan ahmoqning Namrud ekanligini aytadi. U Allohni inkor qilib, o'ziga berilgan mol dunyo oldida shukr qilishning o'rniga tuzkorlik qildi. İbrahim alayhissalomning Namrud bilan ko'rishganligi haqida 2 xil rivoyat bor. Birinchi, İbrahim alayhissalom butlarni chiqib tashlagandan keyin uni zindonga tashlab, o'tqa tashlab ko'ydirish uchun Namrudning huzuriga elib kelindi. Ikkinchi, 1 yil qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, Namrud xalqiga ozuqliq tarqatdi. Ozuqliq bergan har bir kishidan "Rabbing kim?" deb so'radi. Navbat İbrahim alayhissalomga kelganida, u "Mening Rabbim hayot berib, bergan hayotni qayta olgan ulug' zotdir", dedi. Namrud bu so'zga qattiq achchiqlab, İbrahim alayhissalomga ozuqliq bermasdan, balki uni qandoq jazolash haqida vazirlariga maslahat soldi. Oradan badbaxt birisi chiqib, "Uni buyuk bir o't bilan ko'ydirayli", dedi. Bu taklif qabul qilinib tayyorlash boshlandi. 1 oy o'tin to'shildi. Johil va ahmoq xalq, "Bu odam bizning butlarimizga qarshi chiqdi", deb o'tin to'shishga safarvar bo'ldi. Tog'dek o'tin yig'ilgan o'tinning yolqini yuqoriga o'rlab, qiziqlikdan qushlarmi yenidan o'talmadi. Butun tayyorliklar tugagandan keyin xalq o'tning beshiga yig'ildi. İbrahim alayhissalom put-qo'llari zanjir bilan bog'langan holda u yerga ilib kelindi. Lekin buyuk bir payg'ambar, Xalil bo'lganligi uchun nihoyat qiyin ahvolda bo'lgan bo'lsa-mu, to'liq taslimiyat va tavakkul ichida edi. Ko'nglida qilch qo'rquch va andisha yo'q edi. Namrud va jamoati uni o'tga qandoq tashlashni muzokara qildi. Natijada uni manchanoq bilan etishga qaror qildi. Osmon zimindagi farishtalar hayronlik bilan, "Aman ya Rabbi, seni eng ko'p zikr qiladigan İbrahim alayhissalom o'tga tashlanyotdi. U seni bir sekund bo'lsa-mu unutmagan bir payg'ambardir. Uningga yordam berishimiz uchun bizga ruxsat qilgin", deb yolvordi. Alloh taolo ruxsat qilgandan keyin bir farishta İbrahim alayhissalomning yoniga keldi. "Shamol mening amrimga berildi. Xohlasang o'tning terperingini chiqarib o'tay", dedi. Boshqa bir farishta kelib, "Suvlar mening amrimga berildi. Xohlasang o'tni darhol o'chirib o'tay", dedi.
Boshqa bir farishta kelib, tuproq mening amrimga berildi. Xohlasang o'tni yerga potirib yetay, dedi. İbrahim alayhissalom bo'lsa bu farishtalarga do'st bilan do'stning orasiga kirmanglar. Rabbim nimani xohlasa men uningga rozi. Qutuldirsa bu uning marhamatidir. Agar ko'ydirsa mening nuqsonligimdir. İnşaalloh sabr qilguvchilardan bo'laman, deb javob berdi. O'tqa tashlanish oldida İbrahim alayhissalom: "Alloh bizga kifoyadir. U nima degan go'zal vakil", dedi. Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhumaning rivoyat qilishicha, İbrahim alayhissalom bu so'zni o'tqa tashlagan vaqtda aytdi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni mushriklar sizlarga qarshi yig'ildi. O'zinglar bir amalini qilinglar deyilganida so'zladi. Uning ustiga musulmonlarning iymoni kuchaydi va hammaylan Alloh bizga kifoyadir. U nima degan go'zal vakil deb Allohga bo'lgan taslimiyatini namoyon qildi. İbrahim alayhissalom o'tqa tashlanish oldida Jibril alayhissalom kelib, "Bir arzuying bormi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom: "Ha, bir talabim bor, ammo sendan emas", javobini berdi. Jibril alayhissalom İbrahim alayhissalomga hayronlik bilan: "Nima uchun o'tdan qutulishni xohlamaysan?" dedi. İbrahim alayhissalom: "Ahvolimni u, ya'ni Alloh bilib turdi. O't kimning amri bilan kuyidi? Ko'ydirish kimning ishi?" deb javob berdi. Shoir bu javobni ogoh bo'lgancha ahvolga, hojat bo'lmaydi savolga deb misralarga tizdi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning farishtalardanmi behojat bo'lgan holda butun talabini Alloh taolo qo'yganligidan rozi bo'ldi. Bu haqda Qur'onda mundoq deydi: "İbrahim vafodor kishi edi, oyati bilan maqtadi." Ya'ni Alloh taolo uni o'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin, dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim, dedi. Baqara 131-oyati bilan taqdirladi. O'tning Gulistonga aylanishi, İbrahim Halillohning bu taslimiyati va faqatla Allohga tavakkul qilganligidan u tehi o'tning ichiga tushmasdan Alloh taolo o'tga amr qildi. Biz o'tga: "Ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin", dedik. Bu amr bilan birlikda İbrahim alayhissalomning tushgan yeri darhol bir gulistonlikqa aylandi. U yerda bir tatliq buloq eqishga boshladi. Bir rivoyatda jannatdan bir ko'ynak tushirilib İbrahim alayhissalomga kiydirildi. Bu ko'ynak keyin Isoq alayhissalomga, uningdan Yaqub alayhissalomga, uningdan keyin Yusuf alayhissalomning qo'liga keldi. Yaqub alayhissalomning ko'zlari ama bo'lganida Yusuf alayhissalom avatgan va ko'zning saqayishiga vasila bo'lgan ko'ynak bu ko'ynak edi. Rivoyatda deyilishicha o'tqa: "Ey o't, İbrahimga serin va salomat bo'l." Amr kelganida yer yuzidagi butun o'tlar ma'lum bir vaqt serin holda keldi. Bu ahvolni ko'rgan Namrud hayronlikdan hang-tang qolgan holda: "Ey İbrahim, ko'rdimki sening ilohing shundoq ulug' va seni ziyon zahmatlardan qutuldirgudek kuchli qudratli ekan. Ey İbrahim, sening Rabbing nima degan go'zal bir Rabbdir. Sening ilohingga 4000 kala qurbonlik qilaman", dedi. İbrahim alayhissalommi: "Sen ozg'unligingdan qaytib tavhidga kelmay turib, qilgan qurbonligingning hech bir qiymati yo'qdir", dedi. Lekin Namrud: "Mol-mulkim va saltanatimni pido qilolmayman, lekin yanada qurbonlik qilaman", dedi. Namrud haqiqatan 4000 kal qurbonlik qildi. İbrahim alayhissalomga qarshi harakat qilishdan voz kechdi. Lekin boshliq bo'lish savdosi, kibr va johilligidan iymon etmay badbaxtlardan bo'ldi. Bir qism butparastlar bu ochiq mo'jiza oldida iymon etdi. Alloh taolaning yordami bilan Namrudning o'tidan salomat qutulgan İbrahim alayhissalom iymon etmaganlarga ilohiy azobni xotirlatdi. İbrahim aytdi:
bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zilaringlar inkor qilsizlar. Ba'zilaringlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirilguchilar agashkuchlardan ado-judo bo'ladi. Agashkuchilar agashtirilganlarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. İbrahim alayhissalomning hijrati. O'tqa tashlanib, uningdan saq chiqishdan iborat bu voqeadan keyin Alloh taolo İbrahim alayhissalom va uning iymon etganlarning rohat ibodat qilishi bo'libmi Namrud va Kaldani qabilasining beshiga keladigan ilohiy azobdan qutulishi uchun hijrat qilishga buyurdi. İbrahim alayhissalom va uning agashgan mu'minlar qavmidan ayrilib hijrat qilishga qaror qildi. Alloh taolo ularning ahvolini maqtab mundaq deydi: İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. O'z vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ado-judomiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi, dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan: "Albatta, sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dab'i qilolmayman." degan so'zlarni sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar aytdi: "Parvardigorimiz, sana tavakkul qildik. Sana qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir." Alloh taolo bu orqali xalili do'stini va mu'minlarni salomatlikka chaqirdi. Oyatda mundaq deydi: Lut İbrahimga iymon aytdi. İbrahim aytdi: "Men cho'qim Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman." Ya'ni Allohning rizoligini izlash yuzasidan vatanimni tark etib, Alloh amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Biz İbrahim bilan Lutni qutqazdik. Ularni biz ahli jamoat uchun barakatlik ziminiga ko'chirdik. Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning bir tuqunining o'g'lidir. Uning payg'ambar ekanligini nazarda tutadigan bo'lsak, uning burun kufr ichida bo'lib, keyin iymon etgan deb hukm qilg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun Lut alayhissalomning İbrahim alayhissalomga iymon etganligini bildirgan oyatda İbrahim alayhissalomni tunji tasdiq qilgan kishining Lut alayhissalom ekanligiga ishorat qiladi. İbrahim alayhissalom Babilga, u yerdan Lut, Savar va bir mu'min jamoati bilan birlikda Urpaning janubidagi Harran yezisiga hijrat qildi. Lut alayhissalom uning bilan bir tuqqanining bolalari. Sara tog'isining qizi edi. Allohning amri bilan İbrahim alayhissalom Sara bilan o'ylandi. Hazrati Sara axloqli bir ayol bo'lib, İbrahim alayhissalomga intayin sodiq edi. İbrahim alayhissalom keyin Allohning amri bilan ayoli Sara bilan birlikda Shamga, u yerdan Misrga bordi. Lut alayhissalom payg'ambar bo'lgan holda Sadumga ko'chdi. Ya'ni Sadum Lut ko'li joylashgan yer bo'lib, ostin-ustin qilib etilganligi uchun oyatda Mu'itafika deyilgan. Misrni Fir'avn oilasi idora qilatdi. Bular zolim va kibrli kishilar edi. Chigirdan chat'allik va go'zal bir ayol kirganida darhol Fir'avnga xabar qilatdi. U ayolning yenidagi yo'lishini bo'lsa o'ltirib o'tdi. Agar bir tuqini bo'lsa, uningdan so'raydi. İbrahim alayhissalom yenida Sara onamiz bo'lgan bo'lsa-mu, chigirdan o'tishi bilan saroyga xabar berildi. Husni jamoli go'zal bo'lgan bir ayolning Misrga kirganligi xabar qilindi. Hazrati Saraning kim ekanligini İbrahim alayhissalomdan so'radi. U bo'lsa diniy qarindosh ma'nosida qarinishim dedi. Bu sababdan İbrahim alayhissalomga chiqilmadi. Sarani ilib saroyga keldi. Bu haqda Buxoriyda deyilgan bir hadisda mundaq deydi:
Sara sarayga kirganida darhol tahorat ilib, 2 rakat namoz o'qish uchun Allohning huzuriga turdi. Namozni tugutib, Alloh taologa mundaq iltijo qildi. Ey Rabbim, men sana va sening payg'ambaringga iymon etgan. İptimni yo'ldishimdan boshqasiga qarshi joni dil bilan saqlagan bir quling bo'lgan bo'lsam, shu kofirni menga yaqin yo'latma. Fir'avn Saraning yeniga yiqilishni xohladi, lekin tuyuqsiz nafsi tutilib palach bo'ldi. Chunki Alloh Sarani uning yomonligidan saqladi. Fir'avn qo'rqqandan uni qo'yib berdi. Joriyasi Hajarni hadiya qilib qo'shib berdi. Uningga hayron qolgan atrofdagilarga, bu ayol bir jindur. Men bilan bir oz qolsa halok bo'latdim. Yomonlikdan saqlanish uchun uningga Hajarni berdim, dedi. Alloh taolo biz qullardan solih amallarimiz orqali o'ziga yetib berishimizni va o'zidan sabrchanlik bilan yordam talab qilishimizni buyurib, mundaq deydi: Ey mu'minlar, sabr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Chunki Hazrati Saramo namoz va sabr bilan Alloh taologa qilgan iltijosining natijasida qutuldi. Fir'avnning qizi Huriya Hazrati Sarani intayin yaxshi ko'rgan bo'lib, bir miqdor oltin kumush hadiya qildi. İbrahim alayhissalom bularni ko'rib, bularni qaytarib bergin. Bularning bizga lozimi yo'q, dedi. Sara ularni ilib berib qaytarib berdi. Huriya ahvolni dadasiga aytib berganida Fir'avn hayron qolgan holda, shubhisizki bular ustun va sharafli qavmdir. Asli va nasli sop bir qavmdir, dedi. İbrahim alayhissalom Sara va Hajar bilan birlikda Misrdan Falastinga qaytib, Sab deb atalgan odamizatsiz bir yerga kelib yerlashdi. İbrahim alayhissalom bir quduq qazdi. U yerdan söp-sözük suv chiqdi. Ma'lum bir vaqtdan keyin yeydigan oziq tugaganda İbrahim alayhissalom shaharga qarab yo'l oldi. Bir oz yurgandan keyin yanida pul bo'lmaganligi esiga kelib, qaytib keldi. Sara va Hajar ümidsizlanmasin deb xoltisini qum shig'il bilan to'ldirgan holda keldi. Herib charchab ketganligidan xoltisini qo'yibla uyquga ketdi. Sara Hajarga "Xoltini och", dedi. Xoltidagi qum bug'doyga o'zgargan edi. Bug'doyni ezib, un qilib non yoqdi. İbrahim alayhissalom uyqudan uyg'onib, uningga hayron qolgan holda Rabbiga shukr qildi. Vaqtning o'tishi bilan Sab rayonining barakati ko'payib, Allohning ne'matlari mo'llashdi. Kelib ketganlar bu yerga yerlashib ko'payishga boshladi. Natijada tuzg'urlik qilib, İbrahim alayhissalom qo'lgan quduqning suyidan uningga berishni xohlamadi. Halilulloh buningdan qattiq ranjidi. Bir payg'ambar ko'nglining bu shaklda yerim bo'lishi tufaylidan quduq suyi to'xtab, suvsizlik yuz berdi. Bichara g'afillar bu ahvoldan pushaymon qildi. G'aflati uchun İbrahim alayhissalomdan uzr tilab, afu qilishi uchun duo qilishni talab qildi. Intayin oq ko'ngil bo'lgan İbrahim alayhissalom ularning bu talabini qabul qilib, Alloh taologa iltijo qilish natijasida Allohning iltifoti bilan suv yangidan chiqdi. Namrud va Kaldoni qabilasining halok bo'lishi. İbrahim alayhissalom Babilga hijrat qilgandan keyin kibrligidan iymon etmagan Kaldoni qavmi ustiga to'ztoman shaklda pashilar to'pi bostirib kelib, butparastlarning qinini sho'rdi. U badbaxtlar qurgan insonlar holga kelib halok bo'ldi. Bir pasha Namrudning burniga kirib, u yerdan mangisiga o'tdi. Hakovir Namrud og'riqiga chidamay, to'qmoq bilan beshiga urg'izdi. Natijada tezlik bilan urilgan bir to'qmoq bilan beshi parchalandi. Qur'on Karim mundaq deydi: Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortqich qildik. Dunyo saltanati takabburligi yuzidan Namrud va bidbaxt qavm butun insoniyatga ibrat bo'lgan holda, qani pashalar tarafidan sho'rilib, quruq insonlar holiga kelib qoldi.